Ajoyib qo'yilmoqqa. Turli palma. Barchaga salomlar. Bugun sizlar bilan Avatar kinosidagi Avatar boyasini o'ynab ko'ramiz modini. Xo'p do'stlar, biz videoni cho'zib turmasdan boshladik. Siz sevgan kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, biz ketdik. Xo'p, ko'rganingizdek, Avatar dunyosida Avatarga o'xshab tug'ildik. Sakrash juda ajoyib, o'tirish-turishlar emotsiyaga boy, hattoki bizga pichoq ham berilgan, qaranglar. Hozir. Hop, suyadigan narsa bo'lmagani uchunmi? Yo'q, hozir ko'rsataman sizlarga. Yurishini qaranglar buni. Hop, mana yerda menga o'xshagan avatarlar nimadirlar deyapti. Lekin men tushunmayapman nima deganiga. Hop, ko'ramiz nima bo'lar ekan. Qorayib ketdi. Ular qani? Bitta shu kishi qolibdi. Nima? Nima deganini tushunmadim, lekin hop, biz dunyonikidan prosta tak ketdik. Hop, uy. Mana kirguchini qaranglar do'stlar. Qaranglar. Juda ajoyib qilib ishlab chiqarilgan moda joy menga yoqdi. Bu kim edi endi? Bu kim? Chiqolmayapman. Assalomu alaykum. Kimsiz? Oxir. Ne farqi yo'q, ketdik. Hop. Jonim ketmadi, shuncha balandlikdan tushaman. Abi, yaxshi ketdik. To'tala zo'r narsa topdim. Pichoq olam. Zahar. Zaharlandim men. Osa bo'ladigan o'simliklar ham bor alohida. Hop. Hop. Chiqolmayapman. Turmashib chiqar ekan. Qaranglar. Turmashib chiqishini qaranglar. Uy, ajoyib. Bu ham nimadir deyapti. Ana endi kesib bo'lmaydi shunday. Mana. Kesdik mana. O'zimizning o'simligimiz. Yeyishini qaranglar. Bu sal bo'lsa ham realistik do'stlar, qanaqadir. Normalniy ketdi. Davay, ketaveramiz. Yana. Yaxshi. Bizga qush kerak, qush. Davay kes. Bo'ladi, bizga yetadi, shuni o'zadishmiz. Tepaga chiqamizmi? Ketdi tepaga. Hop. Tepaga ko'tarilish kerak. Pichoqlayapti. Ana, hop. Yo'q qil raqibni. Quvvat to'lsin, hop. Ochiq qolamanmi shunda men? Orqaga qaragan. Hop. Sudosu olmasa ham bo'ya sinab ko'rdim, o'xshamadi. Mana yerdan chiqsa bo'ladi aytgancha, esimdan chiqdi. Hop, sakra. Mana. Yana tushib ketaman. Juda qiyin boshqarish. Hop. Nimaga chiqolmayapman men hozir? Mana ketdi. Dalish, kuchim qolmayapti. Ay. Kuchim yetmadi, to'lg'osin. Mana avatarning ko'rinishini ko'rsatib beraman. Mana ko'p narsa. Mana. Avatar ko'rinishi do'stlar, mana. To'liq ko'rinishi, dumlari ham bor. Hop, davom etaveramiz. Kuchim menimcha to'ldi degan umiddaman. Chiqaylik. Yetar. To'xta, nima qilsam bo'ladi? Hop, ovqatlanib olaychi. Mana. Realizmda do'stlar, bu realizm deyiladi. Bo'ldi, kuchim to'ldi. Ketdi. Endi yetsin. Yaxshi. Ahmoq. Ketdi. Dalish. Ko'taril. Oz qol. Yes, do'stlar, chiqdi. Hop, nima qilar qilsak bo'ladi? Tushib ketsam, lekin ahvolim chatoqda. Yo'l bormi? Yo'l bor. Nimalar bor, hop. Adashmasam uchadigan narsa bo'lishi kerak emas, ketdik. Tushib ketma faqat. Ketdik. Yuguramiz. O'tolamanmi? Ketdik. Sinab ko'ramiz. Yaxshi. Yugur. Bexdan tepaga chiqsa bo'lar, ketdik. Chiqamiz. Yana sakrab qilsak, juda zo'r tezroq chiqsak ham kuchimiz yetarkan. Mana bu nima? Hop, pichoq bilan kesib ko'raylikchi. Kuysalarkan.
Nima oldim hozir men? Nima oldim? Yana hech nima ololmadim. Qizil bo'lib turibdi menda. Olmas ekanman. Yaxshi tusha qolamiz. Asta sekin. O'qib. Mana tushuni qaranglar. Tush ham realizmga bog'liq. Ketdik. Yo'l bo'lsin, chiqib yo'l to'xtab qoldi. O'zinglarchi? Mana shu yerda nimani qilsa bo'lmas ekan. Yo'q, shu normal joy. Mana men mana shu narsani ko'rganman kinosida. Ko'rganlar kommentariyga nimaligini yozib qoldiringlar, biladiganlar. Ketdimga farqi yo'q. Kuchim kam nima. Hop gapirtiraylikchi. Bular nimadir deyapti-de hozir. Bolachasini qaranglar. Voy bolachasini qaranglar, do'stlar, bolachasini. Lekin o'tirishga ham gap yo'q. Voy, mana nima bo'ldi hozir? Voy do'stlar, ajoyib, juda ajoyib. Maslahatim o'ynab ko'ringlar. Ekrandan chiqib qolyapti. Telegram endi kechirasizlar. Bu Juda do'stlar, reklamani qaranglarda, u reklamani o'zidan o'ynaylan girib qoladi. Hop, oho. Kerak telefonim загрузка. Uy, uchan yaxshidirmi bu? Mensiy bo'ladi, men adashmasam. Buloqqa reklama o'tkazmam bo'lmagan reklamadan. Oho. Dunyo tabiatni qaranglar. O'tirib oldi mana ko'rgan bo'lsanglar. Nimaga o'tib ketmayapti, juda sekin. Mana shu menmi? Ham yo'q, bu yosh bola. Shotda oldim, yaxshi do'stlar. Juda yaxshi. Bo'yaga qaytamiz. Ketdik. Dunyosini ko'rsatib chiqdi. Mana bo'yaga reklama qilgan daraxtni. Yo'q. Barikdan tushamiz, barikdan ketdik. Barik ushlamas ekan u. Uy, qanaqa turib qoldim? Bo'yaga-yu. Yaxshi kelding, yaxshi deyapti. Hop, nima deydi bu? Bo'la qoling. Daraxt topib beraymi shunda? Mana uni chopayinchi, chopsa bo'lar ekan. Nima oldim men hozir? Bu ham yerar ekan. Yaxshi menga kuch kerak axir. G'orga kirib ketaman. G'or. Chiqadigan joy bor, yaxshi tepaga qarab ketaman endi. Mana u kim edi? Buni ham chopsa bo'ladimi? Pichoqda ketdik. Yo'q, bo'lmas ekan. Tepaga ko'tarilamiz. Ko'tarilgan joy bor-ku o'zi. Sakrab o'tibman men. Ana yerda ko'k narsalarni ko'rgan bo'lsanglar, ashitga boramiz, ketdik. Mana avatarlar dunyosiga kelib qolman do'stlar, yaxshi. Bo'la qoldi vaqt. Avatarlar dunyosidan bo'lsa, avatarlarni qaranglar. Juda yoqdi menga. Jonim kam. Yana noldan boshlamayman. Mana bir kishi deyapti. Nima qilaman bu yerda? Savdolashsa bo'lar ekan. Pishirib oladigan joylar. Charchadim. Mana shu narsani yuqoriga jonga tegdi. Olamiz, yeymiz. Normal yeyishlar. Uchib yuribdi-ana. Kosmosmi bu? Nima quyosh? To'xta. Hozir shu joyda o'lamanmi? Mana buni qarang, nima bu? Nima deysiz, bratoxa? Xo'p, yaxshiroq joyga borib oling. Mana shu yerda kola yesa bo'larmikan mana shu narsa? Ko'k narsa. Nimadir qildi hozir mana nimadir effekt chiqdi. Xullas do'stlar, shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Avatarning keyingi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, men kanalimga obuna bo'lib, mana shu videoni o'zida 20 ta layk bersanglar bo'ldi. Keyingi qismini chiqarishga harakat qilaman. Mana kamonni ham ko'rsatib qo'ying, kamon. Xullas, sizlar xayr, salomat bo'ling.